Alloh sizga yana bir tongni, yana bir kunni, yana bir ko'z ochishlikni nasib etganida, ko'zingizni ochganingizda, shundoq ko'zingizni ochganingizda Alloh sizni yana uyg'otibdi. Uyqudan uyg'otibdi. Xudoy taolo yana sizga umr beribdi, vaqt beribdi. Yana bir tong, yana bir kuni nasib etibdi. Bunday atrofingizga qarang. Uyingiz tinchmi? Uyingizda kechasiga bir o't-pot ketmabdimi? Kechasi bilan bir uxlolmasdan bir xavotirli holat bo'lmabdimi? Xavf-xatarda uxlolmay chiqadiganlar bor, og'riqdan uxlolmay chiqadiganlar bor, halovati yo'qotib kechasi bilan uxlolmaydiganlar bor. Mana shunaqa bo'lmasdan xotirjamlikda uxlabsizmi? Uyingiz tinchmi? Qarasangiz, hamma oila a'zolaringiz ham yaxshimi, tinchmi, sog' salomatmi? Dasturxoningizga qarasangiz, bir kunlik yeydigan ozuqangiz bor ekanmi? Alloh sizga dunyoning yaxshiliklarini beribdi, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh sizga dunyoni hamma yaxshiligini jamlab qo'yibdi, deyaptilar.